Biz kasal bo'lmaymiz desak hayron qolasizmi? Kasal bo'lmaydigan inson ham bo'lar ekanmi deyishingiz turgan gap. Agar bu gapni payg'ambar alayhisalom aytgan bo'lsalarchi, ishonmasdan ilojingiz yo'q. Bundan 12 yil muqaddam Oila va jamiyat gazetasida SPIDning davosi Qur'onda bor degan maqola e'lon qilingan edi. O'shanda Qur'onni qayerda bor ekan deya 10 martalab o'qib chiqsak ham topa olmagan edik. Endi anglab yetsak, nafaqat SPID, balki biz o'ta xavfli deb hisoblaydigan moddiy va ma'naviy kasalliklarning hammasining davosini islomda salomatlik sunnatda ekan. Asr saodatda eronlik bir tabib Madinaga kelib yashaydi. Lekin oradan bir necha oylar o'tsa ham unga hech kim kasallikdan shikoyat qilib kelmaydi. Vaholanki Madinada undan boshqa tabib yo'q edi. Bir kuni Rasulullohning oldilariga kelib bu holni arz etganlarida payg'ambar alayhisalom unga men va sahobalarim kasal bo'lmaymiz, yurtingga ketishing mumkin dedilar. Tabib kasal bo'lmaslikning sababini so'raganlarida sababini islomdan qidir dedilar. O'shanda payg'ambar alayhisalomning 33 ming sahobalari bor edi. Sahobalar nega kasal bo'lishmaydi? Avvalo kasallikka kiyimga tekkan dog'dek qarashgan, undan qo'rqishmagan. Tabobatda ma'lumki viruslar tirik jonzot, inson qo'rqqani sayin u o'sib kuchaya boshlaydi. Dorishunoslik sohasi mutaxassislarining e'tirofiga ko'ra, farmatsevtik sanoatning strategiyasi samarali bo'lib, yangi kasalliklarni ishlab chiqish usullari oldindan rejalashtiriladi. Ishlab chiqilgan kasalliklar haqida Ray Monahanning kasallikka olib keluvchi xavf dorilar nomli kitobida batafsil yoritilgan. Xullas, kasalliklar ham tujjorlikning bir tuzog'i. Buni 2500 yil avval sezgan Gippokrat janoblari esa bemor uchun dori qancha oz bo'lsa shuncha yaxshi degan edilar. Biz ham kasal bo'lamiz, ammo uzog'i bilan 3 kun yo 1 kundayoq tuzalamiz. Menga bir inson hikoya qilib bergan edi. Bir kuni 7 yoshli o'g'lim qon siyayotganini aytib qoldi. Tonggacha bir idishga peshobini yig'dim, tahlil qildirish maqsadida. Meditsina mizojini tan olmaydi. Men esa uning mizojini tekshirib chiqdim va payg'ambar tabobati nomli kitobni titkilashga tushdim. Avval qora sedanadan tayyorlangan dori, so'ng zamzam ichirdim. Tonggacha duolarni o'qidim. Ertalab peshobni tahlilga olib chiqdik, lekin hech qanaqa kasallik chiqmadi. Doktor hayron, qon aralash peshobni ko'ryapman, lekin bola mutlaqo soppa-sog' derdi. Meditsina vaqtinchalik tadbir degan edi, Wire Mitchell. Yana bir g'arblik alloma esa har bir kasallik zamirida uning sababi bor. Uni hech qanday dori bartaraf eta olmaydi deydi. Bolalarim biror bir kasallikdan shikoyat qilib qolsa, birinchi bo'lib qaysi sunnat amalni tark etganligini surishtirib bilaman. Albatta sunnatlarga amal etilmagan joyda kasalliklar kelib chiqaveradi. Bu chundan ham hech bir dori bilan bartaraf etilmaydigan sabab. Keyin ularni sunnatlarni bilmay tark etgani uchun tavba qilishga va Robbimizdan bizlarni xulqi Qur'on, xulqi sunnat inson bo'lishligimizni so'rab duo qilishlikka buyuraman. Rivoyat qilishlaricha, aziz avliyolardan biri shogirdlar bilan taom pishirib yeyishadi va hammasining qorni og'rib qoladi. Shunda valining biz nega og'rib qoldik degan savoliga ovqatimiz yaxshi pishmagan edi deya javob berishadi shogirdlar. Ustoz esa buning sababi shuki, biz sunnatga muvofiq taom tayyorlamagan edik. Shuning uchun kasal bo'ldik deydilar. G'aflat bilan pishirilgan taom g'aflat va bemorlikni, zikr bilan tayyorlangan esa salomatlik va hushyorlikni boshlab keladi. Hadislarda juma kuni tirnoq olgan kishi 70 xil darddan forig' bo'lishi aytilgan. Biz esa tirnoqlarimizni kebozlarga o'stirib yuramiz. Teri tanosil kasalliklari mutaxassislariga ko'ra, zamburug' kasalligi aynan tirnoq o'stiruvchilarda ko'proq uchraydi. Yana ular ekzema, polimer kasalliklariga chalinmoqdalar. Nega ular kasal? Chunki tirnoq o'stirish sunnatga xilof. Payg'ambar alayhisalom muzdek va qaynoq ichishdan qaytarganlar. Biz esa muzdek va qaynoq ichamiz. Shundan keyin kim kasal bo'lsin? O'z zot nimadan qaytargan bo'lsa qaytib, nimaga buyurgan bo'lsa amal qilsak kasal bo'lmaymiz. Biz ovqatlana turib, ovqat orasida qaynoq qora choydan ho'plab turamiz. Payg'ambar alayhisalom ovqat bilan suvni aralashtirib iste'mol qilmasdan, ovqatlarni bo'lgan suvni 3 bora bo'lib ichishga buyuradilar. Buning zararlarini meditsina quyidagicha isbotlaydi. Hozir hamma kamqonlikdan shikoyat qiladi. Choylar tarkibida tanin moddasi bo'lib, u inson iste'mol qilayotgan ozuqalardagi temirni go'yo bosma qog'oz siyohni shimgani kabi shimib oladi-da, siydik yo'l orqali olib chiqib ketadi. Yana payg'ambar alayhisalom mol go'shti illat, qo'y go'shti hikmat deydilar. Biz ko'proq mol go'shti iste'mol qilamiz. Ichaklar va oshqozondagi sovuq hiltlar, illatlar asosan mol go'shtidan hosil bo'ladi. Oshqozon va ichaklarda qalin kley hosil bo'lib, meditsinada buni shlak deyishadi. U kerakli moddalarni o'ziga so'ra boshlaydi. Natijada asab, yurak oziqsiz kamqonlik surunkali bo'lib ketaveradi. Payg'ambar alayhisalom hojatxonaga bosh kiyimsiz kirishdan qaytarganlar. Sabab boshning o'sha do'ppi berkitib turgan kaftdek qismida jinlarning inson miyasiga kirib,
Joylashish uchun yo'llar, kanallar bor. Agar do'ppi kelsa o'sha kanal berkitiladi. Mana yana bir sunnatning hikmati. Bizga juda ko'p xavfli kasalliklar g'arbdan kirib kelmoqda. Olimlar aytishadiki, kimga Qur'on shifo bo'lmasa, Alloh taolo unga shifo bermaydi. Kimga Qur'on kifoya qilmasa, Alloh ham uni kifoyalantirmaydi. Bizga turli tuman kasalliklarni eksport etayotgan g'arbliklar necha ola Qur'on bilan kifoyalanganlar. Banda Qur'on bilan yaxshilab davolansa tezda tuzaladi, uning ajoyib ta'sirini ko'radi. Men juda og'ir kasallarni bir kun yo 2 kunda tuzalganlarga guvoh bo'ldim. Alloh taolo kasallikni tushirishdan avval uning atrofiga 10 ta shifoni tushiradi. Tanlash imkoniyatining kengligiga qarang-a, undan 9 tasi halol va bittasi harom bo'lib, juda ko'pchilik haromni tanlaydi. Har bir insonda biologik quvvat qobig'i, aura mavjud. Agar siz har kun tongda, tunda payg'ambar alayhisalom o'qigan duolarni o'qib, maxluqotlarning yomonligidan panoh so'rasangiz, shunchalik mustahkam qo'rg'onga kirasizki, ko'rinmas maxluqotlarning zararlari sizga ta'sir etmaydi. Agar bu sunnatni tark etsangiz, jinlar hujumi yomg'iri ostida qoldim deyavering. Hech bir apparat tanangizdagi jinni ko'rsatib bera olmaydi. Keyin siz shifo izlab folbin va azayimxonga yugurasiz. Bu esa o'sha bitta haromdan bo'lgan shifodir. Birgina misvok ishlatishning o'zida 24 ta salomatlik uchun foyda bor. Aytingchi, yana qaysi bir dorining shuncha qirrasi bo'ladi? Payg'ambar alayhisalom: "Ey Ali, misvok ishlat, zero misvok ishlatishda dining va dunyoing uchun 24 ta foyda bordir" dedilar. Juma kuni g'usl qilishlik sunnat. Pragmatik g'arbliklar buni ham tekshirib ko'rishdi. Tekshiruv natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, inson tanasidagi hamma zararli mikroblar faqat juma kunigina terining ustki qismiga yig'ilar ekan. O'sha kuni g'usl qilishlik bilan siz ularning baridan forig'siz. Men son sanoqsiz ularning orasida ko'pchiligi saraton va bepushtlik kasallarini qora sedana kukuni va asaldan shifo topganiga guvoh bo'lganman. Qora sedanani ezib kukun qilar ekanman, tinimsiz zikr va duoda bo'lardim. Robbim bu dorini kimgaki qadariga tuzalishini bitgan bo'lsang, o'shanga nasib etgan. Ixlossizlarni mendan uzoqlashtir der edim. U hech bir sa'iy harakatni zoyi qilmadi deb hikoyasini tugatadi bizga tanish birodarimiz. Payg'ambar alayhisalom qora sedana o'limdan boshqa barcha dardga davodir deydilar. Buni Ibn Shahab radhiyallohu anhu quyidagicha sharhlaydilar. Hadisdagi har bir dardga davodir iborasi Alloh taoloning ushbu u Parvardigorning amri bilan barcha narsani vayron qilur degan oyatiga muvofiqdir. Ahqof surasi 25-oyat. Aslida bu oyat Ot qavmiga tushgan balo to'g'risida, ammo qora sedananing kuchi inson tanasidagi illatlarni vayron qilib surib chiquvchi kuchga ega ekanligini e'tirof etganlar. Go'yo balo Ot qavmini surib vayron qilgani kabi. Birgina asalning shifo baxshligi to'g'risida Alloh taolo payg'ambar alayhisalom bilan birgalikda 70 ta payg'ambarga xabar tushirdi. Agar asal inson salomatligi uchun shunchalik foydali va shifoli bo'lmasa edi, Alloh 70 ta payg'ambarni ogohlantirarmidi? Qora sedana yog'i bakteriyalarga qarshi muhim ashyo bo'lib, ampitsilin, tetratsiklin, entamitsin, nalidix kislota hammasining kuchi bitta qora donda mavjud. Nega payg'ambar alayhisalom roza tutinglar, sog'ayasizlar deb marhamat etadilar? Chunki odatda ovqatni hazm qilishga sarflanadigan hayotiy quvvat jarohatlangan joyga to'planadi va keraksiz narsalarni chiqarib tashlash va tozalashga yo'naltiradi. Og'ir ovqatni hazm qilish uchun ko'p energiya sarflash lozim. Asab energiyasi arzimas narsalarga sarf bo'lib, miyaning haqqiga xiyonat bo'ladi. Buning natijasida odamlar fikrsiz bo'lib qolishadi. Xulosa shuki, Madinada ishsiz qolgan eronlik tabib islom dini sizlarni kasallikdan himoya qilayotgan ekan. Bu dinni bilmagan yurtdoshlarimning nega ko'p kasal bo'lishlarini endi tushundim deb yurtiga qaytib ketgan ekan.